Nogiron farzand bilan baxtli bo'lish mumkin emas yoki baxtli bo'lmaydi deyishadi. Man bu gapga qarshiman. Chunki 13 yil oldin men ham xuddi shunday farzand onasi bo'lganman. Jajjigina shirin qizaloqni birinchi farzandimni dunyoga keltirganman. O'sha vaqtlari yosh, optim yo'q, birinchi farzand, ham nogiron farzand dunyoga keltirganimdan keyin o'zimni qaysi yo'lga boshlab, qanday bu dard bilan kurashish, qanday qilib shuncha boshimga kelgan sinovdan o'tishni bilmay qolganman. Yonimda dalda bo'ladigan ota-onam bo'lmagan. Biz uzoqda yashaganmiz. O'g'linimga ham bu narsani aytish, u bilan bu narsani gaplashish qiyin bo'lgan. To'g'risini aytsam, o'zim bilan o'zimam mana shunday ovoz chiqarib, vslux deydi-ku, gaplashish juda qiyin bo'lgan. Ichimda, hamma narsa ichimda bo'lgan. Ichimda gapirganman, ichimda javob berganman, ichimda so'raganman, ichimda yig'laganman. Yig'lab, o'sha narsani qabul qilolmaganman. To 3-farzandimni dunyoga keltirmagunimcha bu narsani qabul qilishim juda qiyin bo'lgan. Bu kunlar, oylar emas, bu ancha yillar. Shuncha yillar davomida qabul qilishim qiyin bo'lgan masalani YouTube'ga olib chiqishimdan asl maqsad, hurmatli ota-onalar, особенный farzand deyiladi-da bular. Shu nogiron farzandi bo'lgan ota-onalar, biz yolg'iz emasmiz. Hammani o'zini yo'li bor. Hammani o'zini sinalgan, sinalmagan uslublari bor. Kelinglar mana shu kanalimda do'stlashaylik. Mana shu kanalimda bir-birimizga dalda bo'laylik. Men haligacha kurashyapman. Haliyam tajribasiga birovni muhtojman. Meni ham birov tajribamga muhtojdir. Yoki hozir endigina qo'lda mana shunaqa farzandni ushlab, nima qilishini bilmay turgan ayollar bor. Ko'pchilik demoqchi edim, lekin ko'pchilik bo'lmasligini Xudodan so'rayman. Lekin shunaqalar ham bor. O'sha davrlarda mana shunaqa birorta bir farzandi nogiron bo'lgan bir ayol yoki meni tushunadigan, dardimni his qila oladigan inson bo'lganda, menga mana shu yo'ldan, mana shu mashaqqatlarni yengishda osonroq bo'lar edi. Lekin ming afsuski unaqa inson yonimda bo'lmagan. O'sha vaqtlari internet bunchalik ham rivojlanmagan edi. Hozir masalan kirib YouTube'ga yoki Instagram yoki boshqa tarmoqlarga kirib bilib informatsiyani o'qib chiqsangiz bo'ladi. Avvallari bunchalik sharoit yo'q edi. Biz ham yosh bo'lganmiz. Unaqa udar olgandan keyin, hayot zarbasidan keyin o'zimni o'nglab olishim ham qiyin bo'lgan. Boshida qizim ko'zi ko'radi degan mana bu yerimda so'zlar aylanaverardi. Ko'radi. Mana doktorga olib borishim uchun ham bilasizlarmi, ancha vaqt kerak bo'lgan. Olib borgandan keyin ham uni ko'zini tashxisini qo'ygandan keyin ham tan ololmaganman. Qizim ko'zi ko'radi. Yana Xudodan so'rab, qizim ko'zi ko'rib qolsin, mo'jiza ro'y bersin. Hokazo shunaqa xayollar bo'lgan. Ko'ziga qaraverardim. Ko'ryapti shekilli, qanday ko'ryapti ekan. Yaxshi ko'ryapti-yo degan o'zimda shubhalar bo'lardi yuragimda.
keyinchalik tan olish emas, mana shu tan olish bilan boshlanish o'rtasida bu gap aytishga uyalaman ham o'zim ham. Lekin tan olish ham mardlik deyishadi-ku. O'sha narsadan uyalish hissi paydo bo'lgan. Sog'lom bolalarni oldiga borganimda qizim nitoq qilib qo'yadi yoki bolalar ustidan kulib qo'yadi yoki odamlar ustidan kuladi, urushib yuboradi, biron narsani nitoq qilsa deb har doim qizimni mana shunday ushlab turardim. Yoki birov yonimda nogironlik haqida yoki ko'zi haqida biror narsa aytsa yoki ayniqsa odamlarni eng ko'p beradigan savolim: operatsiya qildirmadingizmi? Operatsiya qilib hozir hamma yaxshi bo'lib ketyapti-ku. Operatsiya qildirsangiz bo'lmaydimi? Kechirasiz, qizingizni ko'zi kasal ekan bilasizmi? deganlar ham bo'lgan. Yoki qizingizni ko'zi kasalmi? Nima qilgan? Nima uchun degan savollar ham bo'lgan. Bu bilasizmi, может oddiy holdir kimdir uchun. Lekin bu befarosatlik deb hisoblayman. O'zi tak hayotda qiynalib, bolani qanday katta qilishini bilmay turgan odam uchun juda qiyin. Doktor aytsa, doktor gapirsa bu boshqa narsa. Lekin ko'chadagi odam, tanimagan odamlar shunaqa desa, xuddi bu sizni yuragingizga bir pichoq olib sanchib olgandek bo'lar ekan. Bekorga ham aytishmaydi, nogiron farzandni onasi ham nogiron bo'lar ekan deb. Shu farzandim orqasidan men o'zim nogirondek his qila boshladim. Tegib ketaveradi har gaplar. Asli bu videoni olishdan maqsad yig'lash yoki birovni rahmini keltirish emas. Nabarot, men ancha yil mana shu dard bilan yashadim. Buni har xil yo'llarini izlab ko'rdim, qanday yengishni. Bir xil yo'llari yordam berdi, bir xillari yordam bermadi. Juda ko'p tajribaga ega bo'ldim. Mana shu tajribam bilan bo'lishish, shunaqa farzandi bor onalar bo'lsa, tushkunlikka tushmanglar. Biz birgamiz. Mana shu kanalimda birga hammamiz o'zimizni ichki tuyg'ularimizni bayon etishni o'rganaylik degan maqsadda ochganman. Bu so'zlarni aytish o'zimga ham juda qiyin ekan, bilsam. Men shuncha yil bo'ldi, mendan bemalol gapiraman deb o'ylagandim. Yo'q, baribir yarani qanchalik tirnarsang, o'shancha qonab ketaveradi. Men bu narsani ichimda saqlaganman. Mana hozir tashqimga chiqaryapman. Chiqarganim sari bu narsa meni yana o'sha 13 yil oldingi holatimga qaytaryapti. Hozir eslab ko'rsam, pisochniца, Rossiyada pisochnisalar bor edi. Olib borardimda, masalan, sog'lom bo'lasiz, qo'yib yuborasiz. Urush qiladimi, boshqa qiladimi, bolada deydi. Nogiron farzandingiz bo'lsa, odamlar sizga aytgan har bitta so'zi ham sizga og'ir botadi. Shuning uchun qizimni ushlab turar edim. Ko'pincha menga yomon gapirishmasdi hali ham, Xudoga shukr. Lekin shunda ham o'zim qo'rqar edim. Shu orqa-orqasidan yurar edim. Bir keyin doktor, uchastkovoy vrach kelganda
qizim vrachlardan, doktorlardan ko'p shu operatsiyalar doktorlarga borganimizdan qo'rqib qolgandi. Yig'laganida oq ko'rib, qizingiz autist emasmi degan edi. Man yoshgina kelinchak autist degan kasallik nimaligini bilmas edim. Shunda nima ekan bu deb jahlim chiqib ketdi-yu, lekin yo'q, bolam sog'lom dedimda, chiqarib olib keyin o'sha vaqt akamga telefon qilgandim. Doktorlar o'sha so'ragandim, akam menga shunaqa doktor aytdilar, autist nima degan kasal degandim. Shunda akamning jahli chiqib ketib, qanaqa autist nima deyapti, u autist degan diagnoz juda yomon diagnoz-ku, qanaqa doktor ekan deb urishib bergandilar. Shunaqa voqealar ham bo'lgan. Shunaqa gaplar ham eshitganman. Mana ko'chada bolalar, oddiy bolalar, mana sog'lom bolalar yig'lasa, erkada, yomon tarbiya qilgan yoki va shunga o'xshash va hokazo gaplar aytishadi, lekin hech qachon sog'lom bolaga autist ekan yoki shunga o'xshash bir kasal ekan deb qarashmaydi odamlar. Lekin sizda sal bolangiz nogironligini bilib qolishsa, bilgan bilmagan odamlar sразу diagnozni qo'yib pechatni urib ketishga harakat qilishadi. Shunda men autist degan kasallikni ham nimaligini o'rganib chiqqanman. Autist degan kasalligi bor kinolarni ko'rganman. Roliklarni keyinchalik mana internet rivojlanib, telefonlarimizga mana bu internetlar bezlimit bo'lgandan keyin уже ko'p narsani ko'rib o'rganish imkoniyatimiz kengaygandan keyin ko'rganman. Maktabga borishini ham har doim sog'lom maktabga borsin deb yoki ko'zi birdaniga mo'jiza ro'y bersin deb, ko'rib ketsin deb duo qilar edim. Shu narsaga ishonardim. Ko'zlariga nimalarnidir surtib, duolar qilib, tuzalib ketishini so'rardim. Shunaqa. Bu kanalda haqiqiy hayotning qiyinchiliklarini tabassum bilan yengib o'tishni ko'rsatamiz. Kommentariyada o'zingiz haqida yozib qoldiring.